Assalomu alaykum birodarlar, sog'lomsizlar do'stlar. Sahar, ya'ni qand kasalligida va jigar hamda oshqozon osti bezi va o't pufagi muammosi va ichaklar ish faoliyati buzilganda qayta video qilganman buni do'stlarim. Bu topinambur, simichka gul yoki yer noki deb aytiladi. Mana bu guli ko'rinishi 2-3 metrgacha bo'lib ketadi bu do'stlar. Bu haqida ko'p video qilganman, qarang, o'rmon bo'lib ketgan. Ana shu narsani sahar kasalligiga xohlasangiz, mana bargini 2-3 osh qoshig'ini 1 litr suvga, qaynoq dog' suvga damlab iste'mol qilsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz sahar va boshqa kasalliklarga qo'shimcha shaklda do'stlar. Mana ovqatgami yoki o'zinimi qirg'ichdan o'tkazib, ildizini yer ostki qismini olib qirg'ichdan o'tkazib quritib qo'ying iloji boricha. Iste'mol qilib yuring. Bir choy qoshiqchadan 2-3 mahal saharni ham tushiradi. Mana shu o'tni o'zi va ichki kasalliklaringizdan ham, hattoki immunitet tushib ketganda ham bomba ta'sir qiladi, xudo xolasa. Bu haqida kitoblarga juda ham shunday darajada bir ko'p ma'lumotlar keltirilganki, agarda buni foydasini insonlar bilganda edi, bu gullar bok oyoq osti bo'lmasdi. Allaqachon trendga chiqib, qo'lma-qo'l bo'lib ketgan bo'lardi. Hozir ham ziravorchilarda sotuvda bor, lekin ko'pchilik buni ishlatish uslubini bilmaydi. Foydalanib ko'ring, yo'qotadigan narsangiz yo'q. Xullas, videoroligimiz yoqsa, like, repost, obuna esdan chiqmasin. Xullas, sog' salomat bo'ling. Allohga omonat, xayr. Asosiysi o'zingiz va yaqinlaringizni asrang.